Tünügünü tuqqanlar keptga o'xshatib tapanji xo'go qilib bersam, ballam shundan xo'shib ketdi. Cho'nglarga bek issiq basti deb shunchalik rozi bo'lib ketdi. Birlik qozonda cho'ng kichik hammaylar yoqtirib yeydigan tapanji xo'go qilishni o'rganib, itlis suli intayin atdi birlikka so'z o'rganib olaysiz. Avval yangyoni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olamiz. Ketarlik saylarni o'zinglarning yoqtirishi bo'yicha tayyorlab olsanglar bo'ldi. Muhim saylardan Sinjang samsaq so'ng piyozlarni muvofiq miqdor to'g'rab olamiz. Qozon muvofiq miqdorda may qo'yib, ikki qo'shqa atrofi shakar silib, shakar erib chilan rangi kirganda videoda ko'rsatgan bo'yicha oldin tayyorlab olgan to'q go'shtni silib, taxminan 3 minut qo'rvagandan keyin ozroq tuz silib etamiz. Undan keyin zanjivil, lapiza, samsaq solamiz. Undan keyin cho'ng ustamning samovar sho'rpasi tutqusdan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'nlig'iga ayil yig'ilish qilganda mushta o'xshatib, achchiq chuchuk yig'inlar kelib qolganda, cho'ng ustamning samovar sho'rpasi tutqusi oldin tanlashingiz bo'la oladi. Onundaki uyimizda chanvagan lazımı bir qo'shqa tarafı silvatdim. Bulan bir ishga qo'rvatgandan keyin suyini salji qaraq qilib qaynatib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimiz faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba. Bozorliq so'g'ik say darsimizning 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qazan qaynagandan keyin yongyon silib, taxminan 5 minut atrofida pishirib olgandan keyin o'zimiz yaxshi ko'rgan xo'go materiallarini silib, qaynatib pishirib olgandan keyin tuz ta'min etib iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa do'stlar, ko'rib qichib ketganlarni chidamasdaymizku. Inkas rayini qaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. So'yiga tayyor cho'p silishni unutib qolmang. Bak yeyishlik bo'ldi ekan, o'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing.